Candy Toys shirinliklarini kutib oling. Bizning YouTube kanalimizga ishtirok etmoqchimisiz? Bizni mahsulotlarimiz bilan suratga tushing va ushbu QR kod orqali bizga yuboring. YouTube kanalimizda pul sovrinlari va shirinliklarimizga ega bo'ling. Bugungi videoda bizda yana battle bo'ladi. Bu safar Aziz bilan baxtli obunachimiz Zarina bo'ladilar. Bularni faqat o'zlik emas, yordamga bozorchi bola Oybeka va ularga ruhiy qarshi o'ynashadi. Bu battle'imizda 4 ta shart bo'ladi. Kim yutsa ushbu Candy Toys shiriklarni yutib oladi. Birinchi shartimiz oddiygina X0lik bo'ladi. Qizlarga beramiz. Qizlar boshlaydi. Mayli, beramizmi qizlarga? Qizlarga beramiz. Endi bermasanglar ham uyat bo'ladi. Tavba qilib so'rash kerak emas bu. Bitta qiz bola turibdi-da. Xullas, urush, keyin urushaverasizlar. Bizda birinchi shart boshlab. O'zimizda birinchi shart bo'lsa, qaranglar, ikkisizlar o'zingizlar qolganinglarni ishlatinglar. Birinchisini yurish qilasizlar. Voy qarang, bilmaskanmiz krechiknolik o'ynashni. Voy. Xudo xajichi. Xatga qo'yamiz. Qara. Qara, ular narx qo'yishdi. Biz mana burchakni egallaymiz, tushundingmi? Davay. Bosgan. Мы сюда поставим. Namyonni egallashga majbur ekan, davay. Мы туда. Не, вот demang. Uya, birinchi durrem bo'ldi. Endi bu gal biz X bo'lamiz. Sizlar 0lik bo'lasiz. Sen birinchi bo'lib biz boshlaymiz, qaraz. Senga bitta fishka o'rgataman, X 0likda. O'rtadan boshla. Men shu narsani qilmoqchi edim. Majidga qo'y. Ya, to'xta. Qo'y. Но у них вот тут тоже есть шанс. По-любому. O'ynayman. Suhbat qilishga kerak bizga. Biz qiz bolamiz. Mayli. Bitta gal kelsa, bitta fora beramiz qizlarga. Bitta gal o'tkazib yuboramizmi? Ha? 2 marta mayli 0lik qo'yasizlar. Qo'yishimiz aniq-ku. Xatga qo'yishimiz. Voy. Qani? Bo'pti, yordam beramiz qizlarga. Bulan kallasi ishlamadi. Buni olib bu yoqqa qo'ygandan ko'ra mamki qo'yishganda yutishardi. Nima aytib qo'ydi shu narsani, kamsizlarni qarang. Imkon berdi, lekin buni qilisha olmadi, to'g'rimi? Endi o'rtoqlar yana bitta o'yin bo'ladi. Bu gal buni X bo'ladi. Endi ko'ramiz. 3-raund endi biza krechik. Mana qara, menimcha Chelsea bo'lish uchun birinchi maqsaddan boshlagan, shuna xuddi shunaqa qilmasak bo'laman. Yo'q. Ko'chiramiz kerak bo'lsa. Mayli, ol, burchaga qo'y. Ладно. Не. Sha. Yosh bolani aytganini qil deyshgan. Nari pastga. Qo'y, dala, men senga u yoqqa qo'ygin deb o'yladim, men u yoqqa qo'ysan. Rahmat. Birinchi raundni biz yutqizdik. Shu yutib bersin. Ikkinchi raund bor. Unda lekin biz yutamiz, to'g'rimi? Imkon berish yo'q, davay. Ko'rib turganlaringizdek, birinchi shartimizda qizlarning komandasi yutdi. Ikkinchi shart darts deb nomlanadi. Kim 3 tadan ko'p tushirsa, o'sha bu shartimizning g'olibi bo'ladi. Oo! Otamayman-da, bilaman-da. Obkech, nima yutib bermasam bo'lmaydi o'zi. Mana hozir o'yinni kulminatsiya nuqtasi o'zim hal qilib beraman hozir. Давай ты. Я в тебя верю. Qilmang. Voy galvas. Ozgina. Я знала, что мы сильные. O'shanchalik siz qo'ydi, lekin hali keyingi o'yinlar bor-ku, biz yutamiz deb o'ylayman. Keyingi o'yin yutamiz hozir. Omadinglarni bersin. Kim yutmasa ham babshinali bizga. To'g'rimi? Ko'rib turganinglardek, qizlarning komandasi уже 2-0 ga yetishyapti va bizda bu safar bolni yutish kerak. Chunki bu safar bizda o'yindan xabardormiz. Nima shart hozir? Yo'q, unaqa necha, o'yindan xabardor bo'lsalar. Ana. 2 sirada 2 imkon. Bizani Yo'q, biz bermaymiz sizga imkon. 3-shartimizda tezroq, ya'ni bolalarni chaqqonligiga yordam berish kerak. Chunki hozir bizani jajji ishtirokchilarimiz ko'p to'larni yig'ib berish kerak bo'ladi. Qaysi rang yoqadi sizga? Siniy, krasniy, belый? Belый?
Okey, bo'ldi. Demak, bular oq koptochalarni yig'ishadi. Asligi vibra yo'q, faqat ko'k bor. Ketdi. У нас есть минута. Okey, ko'k, okey. Ты должна приносить мне. Oh, ichida ko'p. Да, ставь. Ставь. А, не впихается. Бля. Bizda vaqt tugadi. Endi sharlarni sanaymiz. Ketdi. Birinchi Oybek ishda qiynalyaptilar, to'g'rimi? Ha, o'yin ozgina g'irromchilik bo'ldi. Voy, siz boshladingiz. Voy. Voy, ketdi mana. Nima? Vaqt cho'zilib tushirib oladi qolganda ham. 1, 2, Iltimos. 3, 4, 11 va 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. 14. Oyog'ida o'sha hisoblanmaydi. Hisoblanadi, Ishoka. Bizda ko'rib turganinglardek qizlarning komandasi yutdi. Endi bizda 4-shart. Ko'rib turganinglardek 3ta shartda ham qizlarning komandasi yutdi. Bizda hal qiluvchi raund, demak, air hokkeyda hozir o'ynaymiz. Hozir bolalar shartlarni bajarguncha men sizlarga qanaqa videoda qatnashish mumkinligini aytib o'taman. Sizlar ham keyin to'yshiriklari, dippo, kornet, jello pishiriqlarni olib turib rasmga tushinglar va bizani ushbu Telegram kanalimizga yuboringlar va u yerdagi rasmlardan biz randomizer orqali tanlab olamiz va siz ham bizni keyingi videomizda qatnashish imkoniga ega bo'lasizlar. Ko'ramiz, qizli yutyapti, bolalar comeback qilarmikan? Kommentariyaga yozib, videoga like bosib qo'yinglar. Birinchi raundimiz boshlandi. Voy. Birinchi o'yindan yaxshi, Voy, malades. я тебя верю, давай. O'ynashni bilmaskanlar-da, aytdilar menga. Malades, az yaxshi. Yaxshi emas, lekin qiz bolaga, давай, я в тебя верю. Давай. Мы уже один раз выиграли, давай. Давай. Senga ishonaman. Давай. Mam bekitish kerak. O'ziga o'zi qildi. Voy, icham maqtamaysiz. Yaxshi. Дай мне. Uncha imkon bermayapti azizlikka. Rulni qo'lga olammi deyman, qani? Rulni qo'lga olmoqchimidingiz? Hazillashdim. O'zim yutib beraman, to'xtab tur. Aldingizda shunaqa qilib. To'g'ri. Oybekga qo'ying, siz buni qo'ying. Kezga bering, yaxshi o'ynayotdi. Malades, yaxshi. Ko'rib turganinglardek ushbu shartimizda va nihoyat Chesnilarni komandasi yutdi. Bolalar komandasi yutdi. Da. Bu shartda. Ikkalovlarga ham kendi to'y tomonida sog'lamizdan topshiramiz. Qizlar jahli chiqyapti. Jahlimiz chiqmayapti, menga tushuntiringlar, qanaqa necha bo'ldi bu bizga? O'zi 3-1 bo'lish kerak edi, lekin oxirgi shart 3 ochko berardi-da. O'shaning uchun ham mayli, bizni bu podarkamizni qizlarga bermoqchimiz. Chesnilar, Biz qizlarga beramiz. Mana. Oppa. Mayli. Tabriklab qo'yamiz. Agar sizlar ham ushbu qizchaning o'rnida videolarda qatnashmoqchi bo'lsanglar, Kent Toys kanaliga ushbu shirinliklarimiz bilan, Dippo, Jello shirinliklarimiz bilan rasmga tushib, bizni Telegram kanalimizga jo'natinglar va keyingi videoda siz qatnashishingiz mumkin. Kent Toys.